Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Qadrli tinglovchilar, sunnatni va hadisni tushunish qo'llanmasi kitobga asoslangan holatda hadislarni anglash fasli doirasida tayyorlanayotgan darslarimizni davom ettirgan holatda bugun 4-sarlavhamiz bo'lgan sunnat va hadis bir butunligiga ko'ra hadislarni anglash qismini va bu qismda yoritib berilgan hikmatlarni o'zlashtirishlikka harakat qilamiz. Umumiy qabulga ko'ra sunnat va hadis bir butun bo'lib Alloh Rasuli sallallohu alayhi va sallamning so'z, fe'l va xatti harakatlaridan tashkil topgandir. Faqat islomning ilk 2 asrida esa hadislar sunnatning bir manbasigina deb hisoblanib, hadis va sunnat o'zaro ajratilgandir. Hadislarda nabaviy tatbiqotlar va qo'llanmadagi sunnatlar nazardan chetda qolib, usuldan mahrum ravishda ularni tadqiq qilish va o'rganishlik kattagina muammolarga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun ham sunnat va hadisni bir butun holatda o'rganishlik, izohlashlik va tushunishlik alohida ahamiyat kasb etmoqda. Umumiy qabulga ko'ra sunnat hadis bilan bir butun bo'lib, ikkalasi ham Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning so'z, fe'l va xatti harakatlari hisoblanadi. Faqat islomning ilk 2 asrida sunnat va hadis alohida baholangan, hadis sunnat manbalaridan birigina deb hisoblangandir. Xususan ilk asrlarda yozilgan fiqh va hadis manbalarida bu masala ochiq va ravshandir. Faqat Imom Shofiy bilan birga ahli hadisning sunnat va hadisga doir qarashlari umumiy qabul holiga aylangandir. Shofiyga ko'ra sunnatning sahih, mo'tabar, qat'iy va haqiqiy asosi Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamgacha yetib boradigan hadislardir. Shuningdek, sunnat hadis ajrimi ilk marotaba Roshid xalifalar davrida ko'rilgandir. Sunnatga zid bo'lgan rivoyatlar tarqala boshlagach, Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir xutba ijro etadilar va qo'llanmaning teskarisiga rivoyat qiladigan barchani bundan man etganlarini bildiradilar. Ikkinchi Umar sifatida tanilgan Umar ibn Abdulaziz ham bu masalaga doir faqihlarni jamlab, amal qilinadigan sunnatlarni va tekshiruv natijalarini yozdirib, amal qilinmaydigan rivoyatlarni esa e'tibordan chetda qoldirganlar. Imom Malik rahimahullohu alayhining Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan so'ng Madinada yashaydigan sahobalarning qo'llanmalari ma'nosiga keluvchi amali ahli Madina ustiga bino qilingan sunnat, ahli Iroqning tanilgan sunnati, ya'ni sunnati ma'ruf, Avzoiyning sunnatul muslimin deb nomlangan sunnatlari hadis emas, balki hadis bu sunnatlarning eng muhim manbasi hisoblanadi. Bu borada Imom Malik rahimahullohu alayhining ustozlari Rabi'aning shu so'zi juda mashhurdir. 1000 kishining 1000 kishidan ko'rib qo'llagani bir kishining bir kishidan eshitib rivoyat qilganidan ko'ra muhimroqdir. Zero bir kishining bir kishidan rivoyati sizning qo'lingizdan sunnatni tortib olishi va sizlarni bundan mahrum qilishi mumkin. Imom Malik rahimahullohu alayh qo'llanayotgan sunnatlar bilan rivoyatlar orasida bir ziddiyat ko'rganlarida sunnatlar Hazrat Nuh alayhisalomning kemalari kabidir. Unga minuvchilar albatta qutulishadi. Undan yuz o'giradiganlar esa halok bo'lishadi deb ta'kidlar edilar va tanlovlarni doimo sunnat tarafdan qo'llar edilar. O'nlab masalalarda Madina ahlining tatbiqotiga muxolif hadislar bilan amal qilmaganlar. Imom Malikning rahimahullohu alayh ma'qul xatti harakati ahamiyatini Abdulloh ibn Vahb shu ifodalar bilan baholaganlar. Malik va Lays bo'lishmasaydi, men zalolatga tushgan bo'lar edim. Chunki har bir hadis bilan nasih, mansux va boshqalar demasdan amal qila boshlaganimda, unda muhaqqaq xatoga yo'l qo'ygan bo'lardim deb ta'kidlaydilar. Mana shu tartibda ilk asrlarda odil shohidlarning ko'rgan holda qo'llagan sunnatlari odil bo'lgan roviylarning naql qilgan xabarlari o'rniga tanlangandir. Abu Hanifaga ko'ra ham sunnat faqatgina hadis ustiga bino etilmagandir. Shu bilan birga musulmonlarning tatbiqotlari bilan davom ettirilgan bo'lishi lozim bo'lgan. Hanafiylar sahobalarning ittifoq etib qo'llaganlarini ma'ruf sunnat deb nomlashgan va har hadisni ma'ruf bo'lgan sunnat rahbarligida tushunishlikka harakat qilishgandir. Abu Yusufga ko'ra sunnat Qur'onda va keng tarqalgan sunnatda, ya'ni as-sunnatul ma'rufda mavjud bo'lgan diniy va axloqiy tamoyillar bo'lishligi lozim bo'ladi. Shuning uchun ham Abu Yusuf Qur'onga zid bo'lgan so'z Alloh rasulidan rivoyat orqali bizgacha yetib kelsa ham hadis sanalmaydi deb Qur'onga va ma'ruf sunnatga zid bo'lgan rivoyatni hadis nomi bilan nomlanmasligini ta'kidlaganlar. Shu bilan birga Abu Yusuf sunnat faqatgina Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan, sahobadan va faqihlar jamoasidan olinadi deb sahobalar va faqihlarning qo'llanmalarini ham sunnat deb sanaganlar.
Hanafiylarning ma'ruf sunnat deb nomlagan narsalari faqihlarning qo'llanma sifatida qo'llagan sunnatlaridir. Faqat bu sunnatlarning manbasi Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bizgacha yetib kelgan qo'llanma bo'lishi mumkin bo'lgani singari bir hadisdan olib tatbiq qilingan hukm bo'lishi ham mumkindir. Bu butunlik e'tibordan chetda qoldirilganligi bois Alloh Rasuli sollallohu alayhi vasallamning hayotlari davomida tavotur darajasida bo'lgan tatbiqotlar tark etilib, ba'zi zaif bo'lgan hadislar bilan amal qilingan bo'linadi. Bu mavzuni hayotimizda bugungi kunda tortishma mavzusi bo'lgan bir misol bilan izohlashlikni istaymiz. Alloh Rasuli sollallohu alayhi vasallamning ayollarning jami masjidlariga ishtiroki masalasida qo'llagan qo'llanmalarga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, Masjid-i Nabaviyning inshosi asnosida vaqt namozlari, juma namozlari va bayram namozlariga barcha yoshdagi ayollarning ishtiroki ko'rilgan bo'ladi. Kitabul Masjid va shunga o'xshagan siyar kitoblari va boshqa manbalar tadqiq qilinadigan bo'lsa, ushbu so'zlarimizning ta'kidi ko'rilgan bo'linadi.